Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jamoat yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Xayrli, nurli, barakatli tong. Allohning fazli karam rahmati mo'min musulmonlarga bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, kalimatani xafifatani alal lisan. Ikkita kalima bor, tilga juda ham yengil. Saqilatani fil mizan. Tarozi esa juda ham og'ir. Habibatani lir rahman. Alloh taologa juda ham suyukli deyapti. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi al-azim. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohi al-azim degan kalima. Ikkita kalima. Ba'zan inson Allohning rahmati kichik amal qilishi mumkin, savobi ko'p bo'ladi. Janoza 4 takbirdan turadi. Qiyrot toq savobni Alloh taolo ato qiladi. Juma namoziga erta va piyoda borganda, g'usl qilib imom yanida o'tirib indamay eshitgan insonga har bir qadamiga 1 yillik roza, 1 yillik tahajjud yozib qo'yiladi. Shunday qilingan ekanda, ba'zi bir oson va yengil narsalar bor. Shulardan foydalanishimiz kerak. Shular qatorida kalimatani deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 2 kalima bor. Tilga oson deyapti. Tilga oson deyaptilar. Tarozda og'ir deyaptilar. Va Alloh taologa juda ham suyukli. Subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim. Yoki bir zikrni aytsangiz, darrov jannatga nima? Daraxt ekiladi. Yoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah deyishlik tarozini to'ldirib qo'yadi dedilar. Tonglarimiz zikr bilan, duo, shukr bilan boshlansin. Ibodatiga esa Alloh taolo o'zi yordam bersin. Salomat bo'linglar.